Men tashqarida minus havo bo'lishiga qaramasdan, hamma yoq qor, yo'llar sirg'anchiq, lekin men juda ko'tarinki kayfiyatda bir ajoyib tadbirga qarab ketyapman. Bugun Xudo xolasa Jalil Baxtiyor akani oshlari bu juda ajoyib inson. Bojxona tizimida qo'shgan hissasi juda baland, hurmatlari ham shunga yarasha. Men uverman bugun hamma yaqinlari, qadrdonlari hamma hurmat qilib keladi. O'sha oshdan video reportaj qilishga harakat qilaman. Bu endi oshdan oldingisi. Hali oshdan keyin bilmayman yana hali qancha turamiz. Bugun Xudo xolasa yakshanba. Rasmini qilib deydi. Qancha bitta oldi ko'rmadingmi? Mana men bitmam. Yo, mana shu oshlarimizning kayfiyati zo'r deb, mana shu kelsa odam mazza qiladi, yeyiladi. Mana kechasi bor bo'lsa. Manmi? 8:30. Ana vaqt chiqdi. Yo'q, 8:30 kelgansiz, 4 kelgan. Anaqa Boshda bo'ldi u. Faqat so'ndi. Yo'q, qattiq bu. Ha? Nima bo'ldi? Boshqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ulug'beki Assalomu alaykum. Ustolarga yaxshi yuribsizmi? Yo'lda qizlar, nevaralar, rahmat. Rahmat, Nimaga faqat mana aybimni izlashyapti bular hozir? Bilmayman. O'zi yashil yo'llarni biz. O'zlaring bilasan deganlar. Odamni yaratar ekan, Odam alayhissalomni yaratilishligida hamma farishtalar xursand bo'ldilar. Illo Alloh taologa savol bo'ldi. Va taolo bularga salohiyatli, solih soliha farzandlar ato aylasin. Shirin nafaslar bilan hammamizni bahramand etayotgan hofizlar Alloh taolo barchalarimizni Oh
Aka maza qosh yurganmiz-da bugun. Ana oshdan keyingi suhbatlarimiz boshlandi уже. Hamma yaqinlar bilan suhbatlarimiz. Ha, bunaqa qilmaga endi. Ko'rinib turgan. Ana o'sha har doimgidek tushko'lash marosimi. Chiqib turib, gaplashib. Naqilinglar. Kechagi videolar qancha olqishlarga sodir bo'ldi. Hamma yaqinlar yig'ilishdi. Sizlar yaxshi yursizlarmi? Bog' bilan mekib olib turdik. Lekin yaxshi deydi. Baraka toping. Shunaqa deyishdi. Assalomu alaykum Ro'shan aka. Yaxshisizmi? Tanjol Isom yaxshisizmi? Rahmat, xudoga shukr. Bu akalar hammasi yig'ilishdi mana bir joyga. Bularni hammasini tarixga muhrab qo'y, ana Odiljon aka. Ko'rib turibmiz. Baraka toping. Rahmat. Ben hali hech kim bilan ko'rishmadim. Shapka kiyib olsam ko'rinmaydi, tanimaydi deb. Rahmat. Mana Farhod aka keldilar. Assalomu alaykum. Sen baktım kahkalas. Hatta o'tirdilar. Endi hech qaysini ko'rmadim. Balkonda edik. Balkonda ikkinchi qavatda. Ha, Ro'shan ham o'tdi.
Assalomu alaykum O'tkir aka. Zo'r, zo'r. Shuhrat aka, yaxshi o'tirdinglarmi? Ya, ketdingizmi? Ali. Ko'rish bo'ldimi o'sha? Necha oy ko'rishaman? Mayli. Yo'lda ko'rishamiz. Xo'p. Salom beramiz. Yo'q. Naymaga solda yaxshimi? Hech qo'yib buni. Hamma o'zimizning yaqinlar. Hamma begonasi yo'q. Qo'ymaysiz. Yaxshi emas, otdek. Boya rasulagan ko'rmadim, nima? Ichkarida. Nodir aka, mana shu videoni именно siz uchun qildim. Videoni ichidan qo'yman. Hammani mana siz uchun olaman. Bu yerda endi ko'rish maza yo'q, lekin qatnashish shunaqa zavq beradi. Bir qo'lda sigir turadi buni. To'g'risini aytgan, maza qilasiz, hamma maza qilib hammani ko'rib 90-yillar hitlari bo'ldi. Ha, gapirma. Jani hisobi solgan. Borib yurishdi. Hammani ko'rib, yaqinlarni ko'rib. Mana shunaqa ochlik bo'lib tursa, ko'rishib anaqa yuraylik. Har xil temalarda, har xil mavzularda, bilmayman qayerdan mavzu olishadi, lekin gap tugamaydi. Qo'sh biz bilan. Abdurashid bilan Qo'sboqni o'zi xabarga bordi. Uni eshitishayotgan ekan. Mana Baxtiyor aka maza qilyaptilar, hammani ko'rib. O'tirib Qiyinchilikdan keyin yaxshilik keladi hamma. Lekin tumanat odam kelibdi bor. Hamma boshqa narsalarimiz Katta rahmat. Yaxshi o'tkazamiz, charchab qo'yapsizmi? Rahmat bo'lsin, rahmat. Sizga rahmat, aka, shu odam yiqqaningizga. Rahmat. Xudo xolasa soatdan peshiga qarab ketyapti, lekin hali ham mana gaplarimiz tugamagan. Hamma cho'tda hali, hech kim tarqalmagan.